Tomosha qilamiz, supalar qilingan yoz kunlarida bemalol kelib o'tirib ziyoratgohga mol atab boshqa narsalar qilib bemalol o'tirib ketishlaringiz mumkin. Xo'jamay xonata ziyoratgoh maskani. Bu yerda faqat ayshi ishrat, fohishabozlik, o'shanday noma'qul ishlarni qilish mumkin emas. Faqat ziyorat uchun kelishlaringiz mumkin. Toqqa ahamiyat beramiz. Tog'ni balandligini. Darani eng quyuq, eng kam quyosh tegayotgan joylaridan hisoblanadi. Tomosha qilamiz. Manzara vafshim dahshat. Mana bu tomonga xudo xolasa Machay qishlog'iga qarab yo'l olamiz. Hurmatli obunachilar, videolarni tomosha qilamiz, kuzatib boramiz, oxirsigacha ko'ramiz. Obuna bo'lamiz, layklarni bosamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.